Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Juma hammaga muborak. Kecha storiesga qo'ygan 20 ta xonadonimizga odatiy ravishda har juma ehsonimiz bor. Faqat 20 ta xonadonning hammasiga imkoniyatim yetmadi. 13 tasiga bozorlikni qilib keldik. Bir chekkadan nimalar olganimizni ko'rsataman. Bu videoni ko'rsatishdan maqsad ibrat. Nimalar olganimizni ko'ringlar, balki sizlar ham bundan ilhomlanib o'zlarini mahallada shu muhtojroq insonlar bo'lsa, oilalar bo'lsa, shularga ehson qilsanglar, shunaqa formatdagi produktlarni olsanglar, menimcha yaxshi bozor qilingan deb o'ylayman. Qani ketdik. Kartoshka 5 kilo, sabzi albatta 3 kilo, piyoz. Tak, endi dalishi. Mana bu pirlovka, garoh, mosh, guruch, oshlik 6 kilo, 7 kilo har xil olingan, imkoniyatga qarab. Eng kami 6 kilo atak 6-7 olingan. Tak. Go'sht. Bunaqa laqim go'sht ikkitadan va tovuq go'sht va 2 kilodan qo'y go'sht. Majlikada turuvdi, buni olib qo'ygandik. Plus polniy paket go'sht. Bu bitta oilaga qilinayotgan narsa, hammasi produktlar. Bunaqadan 13 ta. Dalishi. Grechka. Bundan tashqari tak, yana don mahsulotlaridan yana nima bor bu yerda? Ular bir chekkadan so'ramiz. Chuchvara, pechenye bir xili, pechenye ikkinchi xili. Yosh bolalar ko'p. Biz bugun aytgancha bir oilada 6 ta yetim farzand, aynan yetim buvisini qo'lda qolgan. Bir oilada ro'yxatimiz bo'yicha 8 ta ekan. Hozir borsak ko'rasizlar. Shuning uchun shirinliklardan ko'proq olishga harakat qilganmiz. Mana mana shokolad. Menimcha bitta korobka uchi to'ldi. Endi varyonniy kolbasa, kopchoniy kolbasa va sosiska har bir oilaga bir xil olingan. Tuz, shirinliklar. Mana shirinliklar. Choko krem, o'g'lim yaxshi ko'radi shunaqani. Tak, zugushyonka, yog' 1 litr 800, salkam 2 litrli. Tak, sariyog' va margarin. Menimcha bu ustiga qo'ymasam ezilib ketmasin. Qand, pryanik. Mana bunaqa rolton, makaron. 5 kilodan makaron olindi. Har bir oilaga yana eslatib o'taman. Choy albatta. Bonkalarni hozir boshqa korobkaga solamiz. Sir, tushonka. Bundan tashqari mevalar, ya'ni banan va olma, hamma xonadonga bir xil. Mana bunaqa shirinlik o'zim kecha yegandim. Moshinada yeb ketdim, menga yoqdi, o'shanga shundan oldik. Tak. Kola, Fanta. Oy, nonimiz yerga tushib ketibdi, toza ochilib ketibdi, uzr. Non. Bundan tashqari albatta tuxum. Mana bunaqa zubnoy pasta, shampun, kir yuvish sovuni, parashok va tualetniy bumaga. Mayda chuda qo'ldan kelgancha ular ham olingan. 2 ta paketda un. Mana bunga solamiz va bolalarga o'yinchoq, bunga alohida hozir sumka qilamiz. Xullas, bonkalarga mana shuni hammasi bitta oilaga. Bunaqadan bizda bugun 13 ta. O'zi 20 ta ro'yxat bor edi. Endi men to'g'risi pulim yetmay qoldi. Hozir bu yoqda burchatkaga ustalarga pul chiqarib berishim kerak. Shuning uchun hozir men hammasini tez bolalar bilan ortamiz. Davay bolalar ortamiz. Va ehsonimiz bugungi juma hammasi o'sha eng muhtojlarga, eng haqlilarga olib borib beriladi. Xudo xolasa sizlarning nomingizga
duolarni olib kelamiz. Qani, ketdik. Hurmatli do'stlar, birinchi lokatsiyaga keldik. Sharoit shunaqa holat, mana ko'rib turibsizlar. Birinchi lokatsiyamizda juda ko'p bolalar bor ekan, yosh bolalar. Shunga shirinlikdan va o'yinchoqlardan ko'proq oldik. Xonim, qalay? Alaykum assalom. Polvon, yaxshimisan? Charchamadingmi? Muncha ko'psizlar, salom. Assalomu alaykum. Qalaysan? Assalomu alaykum. Isming nima sani? Kesanga. Qara, senga nima olib keldim. Qara. Ha. Ana qara nima olib keldim. Shirinliklar bor, to'xta. Senga kim berib yubordi, bilasanmi? Ha? Kim berib yubordi bu narsalarni? Mana. Держи. Rahmat. Держи. Держи. Ma. Ma bana. Ma. Ol narsalarni. Olaveringlar. Qani ochib, o'tiring. Ko'p ekan, ko'p bolalarda. Ha, ko'p. 4 ta ekan. Ha. Pochcham yo'qmilar? Qozog'istonga ketdilar. Ha, mayli. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Bu xonadonda ikkinchi lokatsiyamiz 6 ta qizlari bor ekan. Yosh bolachalar, shu qizchalar 6 ta farzand bor ekan. Assalomu alaykum. Mana bitta ishim qilyapman. Yaxshimisizlar? Mana Charchamadinglarmi? O'zimisizlar? Qalaysizlar? salom qil. Assalom. Salom. 10 qo'lni beray. Salom. Yo'q, suyal. Salom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana sizga o'yinchoq olib keldik. Rahmat. Qani qolgan nevaralaringiz? Maktabga ketdi. 6 ta. 6 ta qiz. Bittasi qilyapti. Hammasi qizmi? Hammasi qiz bola. Qani o'tiring, bir duo qiling bizni. Bolalar anaqa olib kelgan. Mana o'zi. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Uzunmisiz? Yaxshi. Ko'p ekanda nevaralar? 6 ta. 6 ta. Qayerdan oldingiz 6 ta nevarani? Qani oilalar. Ha, oilari. Adalari qayerda? Adalar ishga ketgan. Bugun ehsonimiz bor edi. Har juma bizning ehsonimiz bor. Shunga 20 ta oilani ro'yxatiga tushgan ekansizlar. Shunga olib keldik. Har juma shunaqa odat tusiga aylangan. Shuning uchun shu keldik. Bir musofirdek ukalarimni bir duo qilib qo'yasiz. Qani biz ketdik. Amin. Tinch bo'lsin, hammalar tan-jon sog' bo'lsin. Rahmat, ilohi omin. Topganlaringga baraka bersin. Bolalaring rohatini ko'ringlar. Allohim sizlar bizga bersalaringlar. Xudo bersin. Amin. Allah berganlarini sizlar bizga berdingizlar. Allah ming sizlarga bersin. Niyatlarınız kabul olsun, ihsanlarınız kabul olsun. Allah yollarınızı bexatar etsin. Bala çaqalarinizin rahatını ko'ringlar. O'rganib ketdik. Hamma narsaga hayot o'rgatar ekan. Nima qilamiz? Iloj qancha? Svet bor-a? Dunyoda hamma narsa bor xolos. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Dunyo turincha turinglar, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. O'zi bir oylik pensiyani olib bir nima go'sht olsam, svet gazga to'lasam tinib qolardi-da. Rostdan-da. Rahmat, sog' bo'linglar. Allah rozi bo'lsin sizlardan. Allah topganlaringga baraka bersin. Sizlar menga berdingiz, Allah sizlarga birini men qilib qaytarsin. Ilohim bola. Yaxshi rahmat. Yaxshi rahmat.
Hatta derken ama ot tozalayapman. Sizlar kolbasa bor, suvlar har xil, shirinliklar. Rahmat. Umringlar uzoq bo'lsin. Duo qo'ysangiz bo'ldi. Chet davlatga ketgan eson man kelishni hozir qildim. Chetlik Biroz yashaysiz. elimiz tinch bo'lsin, ha, bir o'zim yashayman. Farzandlaringiz 621 ming pensiya bilan bir o'zim yashayman. Kelin yomon bo'ldi-da, yolg'iz o'g'lim olib ketib qoldi. Qozog'istonga. Bitta o'zim yashayapman, ilojim yo'q. turmush o'rtog'ingiz Ajrashib ketuvdim, o'sha bitta o'g'lim yetim bo'lmasdan boshqa turmushga chiqmovdim. Qo'rqib tashlab ketdim, mag'lib peshinimda shu bor ekanda. Topganingiga baraka bersin, insofli odamlar ko'payaversin, sizlarga o'xshagan ehson qiladiganlar ko'payaversin. Aziz jonlar tan aziz sog' bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Shunday yaxshi, mehribon, sohiy odamlar bor ekan. Bizni qo'llab-quvvatlab, yo'qlab kelishyapti. Aziz akaga hamisha ishlariga rivojini tilaymiz. Sog' salomat yurishsin, bolalarini rohatini ko'rishsin, iloyim. Qalaysan? Mana qayerga olib qo'yasan, uni vannaga ketib qo'y, hay. Mana xolodilnikka ketib qo'ying, aka. Sizlarmi? Hamma narsa bor.